Bu yo'rg'a aynan sentyabr oyida tug'iladigan chaqaloqlar uchun zo'r to'g'ri keladi. O'rtoqlar, sizlarga ochib ko'rsatmoqchiman, qaranglar. Qanaqa joylanadi. Mana bolajonni shunday ichiga qo'yasizlar. Mana bu narsasi beliga bog'lanadi, qornini ustiga bog'lanadi. Xohlasanglar buni mana olib tursanglar ham bo'ladi, yuvganda ham yoki umuman kerak bo'lmasa foydalanmasanglar ham bo'ladi. Lekin zo'r ishlaydi o'rtoqlar. Bu narsa bolajonni o'sha yo'rgaga yaxshi joylash uchun qilingan o'rtoqlar. Xo'p, bolajonni boshi uchi mana bunaqa kapishon qilingan. Xohlasanglar ichiga qo'yasizlar, xohlasanglar ustiga qo'yasizlar, farqi yo'q. Bolajonni oyog'i mana bu yerga joylashadi, ichiga kiradida, mana bundoq qo'yasizlar-da o'rtoqlar. Mana bundoq qilib lipochkasi bilan shundoq qistirib qo'yasizlar o'rtoqlar. Shunaqa mahkam ushlaydi, uncha-munchaga ko'chib ketmaydi va bolajon qo'lini chiqazolmaydi. Maza qilib uxlaydi o'rtoqlar. Narxi 366 ming edi. Hozir sizlar buni 175 ming so'mga olsanglar bo'ladi. Ranglari mana bunaqa oq rangidan bor, xuddi shunaqa голубой цветdan va xuddi shuni mana bunaqa серый rangidan bor. Ideal 0 dan 3 oygacha bemalol foydalanasizlar o'rtoqlar.